Xo'sh, navbatdagi mashinamiz Cobalt. Tanish eski klientlar bo'lib kelishdi bular o'zimizga. Xudo xolasa ajoyib qilib propan qo'yib berdik. Qo'yilgan zapchastlar Yevropa gaz miya qo'yildi. Qo'yib bo'ldi, hozir gaz ustanovkasi programmalari qilinyapti. Yevropa gaz miya, italyanskiy Nordic reduktor qo'yildi. Real italyanskiy farsunkalari, ikkitadan filtr qo'yildi. Ahamiyat berasiz, gaz klapan qo'ydik bunga. Gaz klapan qo'yishdan maqsad hozir juda ham klientlar nolib kelyapti. Mashina ishdan chiqib qolyapti, yaxshi yurmayapti gazda. Sabab biz emas. Sababi gaz quyadigan shoxobchalardagi gazni sifati yo'qligida. Musor to'lib qolyapti. Bitta to'ldirgan. Hozir bozor bittasi keldi. Klient Buxoroda quygan ekan. 30 ta quydim deydi. Rasvos chiqib kelgan mashinani tiqilib qolgan. Shuning uchun beraman hozir klientlarga. Xo'sh, gaz klapan qo'yilsa, birinchi udarda u qabul qilib oladi. Tiqilishini oldini oladi. Ko'proq ishlaydi. Reduktorda ko'proq gaz klapani ketadi. Mana bu yerdan ketadi birinchi kirishidan. Shuning uchun bu shu tiqilishini oldini oladi. Ko'proq ishlashiga, tiqilib qolmasligiga sabab bo'ladi. 65 talik propan qo'yib berdik orqasiga. Albatta Belarus balon, terma trubkalar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak, pastga raqamlar qoldiramiz. Murojaat qilaverasizlar.